Hozirgi Hindistonning Goasidamiz, kurortning shahrida. Hamma narsa bor. Mana gararufa baliqlari oyog'ini tutib o'tiradigan gararufa balig'i. O'sha bozor. Ha? Plyajning joylari deb bu. Ovqatlari juda achchiq. Achchiq mas qilib berdi su ham. Achchiq mas qilib berganda ham yeyish qiyin. Lekin havo zo'r. Issiq, shamol, dengiz deydi. Tarelka. No, this is shank. A different inside. Turistlar uchun hamma narsa. कौन सा वाला निकालो बॉक्स में पैक Temirdan mototsikllar. चलो ये Taxminiy narxi bittasiniki $10 atrofida. ये बड़ा है ना देखिए एकदम बड़ा है वो डिफरेंट Bu yoqda hammasi taxtadan yasalgan. Bular hammasi taxta. Bu plastmassa ekan bu. Taxtadan degan narigilar taxta. Have a look. You like something? No, maybe tomorrow, bro. Oh, bro. हाँ ठीक है चल वो 2 कांच ले लिए एक मेरी खुली जाती Birinchi marta keldim bu yerga. Lekin yaxshi. Bunaqa qimmat shahar emas, arzon narsalari, yeb ichishlar ham qimmat emas. 2 kishi ko'pincha normalni yaxshi yeganimizda $10 to'layapmiz. 2 kishi. Lekin odamlari ham yaxshi, gaplashadi. Rus tilini biladiganlari ham bor ekan. Ruschada ham gaplashib turishadi. Kelgan odam qiynalmaydi bu yerga. Tamom, zo'r.